Mana bugun Rossiya davlatidan kelgan doktor Safiyaga biz 10 kun davomida trixologiya kursi bo'yicha barcha nazariy va amaliy bilimlarni berdik. Barcha amaliyotlarda o'zini sinab ko'rdi va amaliyotni barcha bosqichlarda mustaqil ishlay oladigan darajagacha olib keldik bugun mana. Bugun doktorimizga mana shu trixologiya kursi bo'yicha maxsus sertifikatlarni topshiramiz. Trixolog darajasidagi mana akademiyaning maxsus sertifikati. Меня зовут Софья Ярцева, я приехала из Российской Федерации обучаться пересадке волос. И под руководством доктора Бегали мы провели несколько операций под его чутким наблюдением. Я очень рада быть здесь, я получила полноценные знания. Спасибо Родесский Скин Клиник.